Kvadrat tenglama va v teoremasi mavzusini 7-misol tahlili. 2x kvadrat plus 5x plus 1 teng 0 kvadrat tenglama berilgan. Ushbu kvadrat tenglamani 2 ga bo'lib, keltirilgan kvadrat tenglamaga aylantiramiz. X kvadrat plus 2/5x plus 0/5 teng 0. Viet teoremasiga ko'ra, ushbu kvadrat tenglama ildizlar yig'indisi minus 2/5 ga, ildizlari ko'paytmasi 0/5 ga teng. Shunda hisoblashimiz kerak: x1 qo'shilgan x2 ko'paytirilgan x2 qo'shilgan 2. Qavslarni ochib yuborsak, x1 ni x2 ga ko'paytiramiz. x1 ko'paytirilgan x2 plus 2x1 plus 2x2 plus 4 barobar x1 ko'paytirilgan x2 umumiy ko'paytuvchi qilib 2x1 va 2x2 dan 2 ni chiqarib olsak, qavs ichida x1 plus x2 hosil bo'ladi, plus 4. Ildizlar ko'paytmasi 0/5 ga, ildizlar yig'indisi bo'lsa minus 2/5 ga teng, plus 4 teng. 4 ga yarimni qo'shsak 4/5, 2 ni 2/5 ga ko'paytirsak minus 5. Minus 0/5, ya'ni kattakon sondan kichigini ayiramiz bu yerda. B javob.